Abu Zar G'iforiy roziyallohu aytdilarki, payg'ambar alayhisolatu vassalomning menga qilgan keyingi nasihatlari la havla va la quvvata illa billah kalimasini ko'p aytmog'im dedilar. La havla va la quvvata illa billah kalimasi aytib o'tiring, hammamiz bilamiz. Bilmagan odam o'sha yerda o'zi yodlab olsa bo'ladi. To'rtta kalima: la havla va la quvvata illa billah. Mana shu kalima jannat xazinalaridan bir xazina ekandirlar. Abu Zar G'iforiy payg'ambar alayhisalom o'z otga buyuribdi. Kim la havla va la quvvata illa billahni ko'p aytib yuradigan bo'lsa, vaqtini bema'ni o'tkazmasdan, mashinada ketayotganda ham, bir joyda o'tirganda ham, mana u umrni, vaqtni g'animat bilib, Allohning zikri bilan ko'proq mashg'ul bo'lib, la havla va la quvvata illa billahni ko'p aytadigan bo'lsa, qiyomat kunida jannat xazinalaridan bir xazina beriladi. Azizlar, bu dunyoni xazinasini topgan odam qancha baxtli, qancha boy, 7 shu avlodiga yetadigan boylik topadi. Bu dunyoni xazinasi o'zi shuncha. Oxiratda jannatning xazinalari qancha ekan? Bu oxirat xazinalariga egador bo'lish uchun nima kerak? Zikr kerak ekan. Allohning ibodati kerak ekan.